Alaykum do'stlar, Pegaso kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan anglab turganingizdek Farming Simulator 2016 ni o'ynab o'tamiz akalar. Xo'sh, postik bo'lmasam, одиночная игра, новая игра, novichok опытный qilamiz. Sal normalroq. Buni bizga hozir o'rgatyapti. Buni bosyapti. Wow, to'xta, buni grafikasini to'g'rilasa bo'larmikan? Effekti. Giroskop kerak emas. 50% effekt. Reflex standart nima hike. Mana shu bizga kerak. Hike qilamiz. Bo'ldi, orqaga qaytamiz. Sizni sezmadim, to'g'risi. Bizga mana buni o'r deyapti. O'ziga qoldiramiz. Xo'p. Endi biz traktor o'ramiz. Hozir bu o'rib bo'lgandan keyin bo'ladi. O'shanga qarab biz mana bu yerda mana buni bug'doyini olamiz. Bu yerda yana aytib o'tib ketaman, mana kartalar bor. Hozir bittagina yerimiz bor ekan bizni. Ko'rdinglar? Albatta daxrina yer bor. Qarich yoramiz akalar. 14% bo'ldi. Bug'doyni nima qilasiz desalaring sotib kelamiz akalar. Boramiz, sotamiz. Boy bo'lamiz qarich. Ikkinchi yerimiz ham bor o'xshaydi ana yerda. Bo'ldi. Narga bu traktorda hozir biz o'shani yerdan o'qilamiz. Buramiz rulni bir sal yaqinlashtiramiz. Ketdik. Tirmalaymiz akalar. Qoch. Bunga xalaq bermash kerak. To'xta. Buni hop. Uzildi. Hoppa. Mana, uladik buni. Nariyoqdagi yerimiz borib tirmalaymiz. Bitta yerimiz bormi? Bu ikkita yerimiz bor, ko'rdinglar-ku? 3 ta yerimiz bor, общий. Go. Tars bunga avto qilib qo'yamiz. O'zi qayerga to'radi. Bu yerda hozir biz magazinga kirib chiqib ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 52 ming eng arzoni traktor, eng arzoni 52 ming Karl. 162 ming, 194 ming. Naqadar omadsizlik bilan boshlandi bu ish. Mayli, hozir ketaveramiz hozircha. Qilaversin-chi, bir ko'ramiz. Kim bu o'yinni o'ynagan? Kommentga yozib ketinglar akalar. Kommentga yozyapsizlar, ko'rdim. Bu o'yinlar ham yaqinda chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, like bossanglar zo'r bo'ladi akalar. Menga bu motivatsiya beryapti. To'g'risi, like yaxshi emas, prosmotr zo'r bo'lyapti, like uncha emas-da. Shuning uchun like chaqillab tashinglar, kommentlarda ham fikrlar yozib tashinglar, qanaqa o'yin o'ynash kerak, bunaqa turdim, naqd turdim. Ilboy, negativdan tashqari hamma narsa yozsanglar mayli. Benzinni qaranglar, 378. Ancha ketar ekan bunga benzin. 50% bo'ldi. 56% bo'ldi ana. Hozir bu benzinni ana o'qib bo'lsa, to'kamiz bor. Benzin deb, bug'doyni ana o'qib bo'lsa, yig'i bo'lsa, teri bo'lsa, biz borib, tushundinglar kerak. Bu yerda bu nima ekan bu? Bu yerda bu karta ekan, qattaligimiz ekan. Bunday qilsa chiqar. To'g'rilani nima qilsam odam? Qiyin. Kartada yana bu yerda ko'radigan bo'lsak, akalar. Men buni ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. 2014 ni o'ynaganman. Bu 16 sini endi o'ynashim. Ko'rmagandim.
Endi ko'ramiz yaqinda. Ha. Hozir press подборщик olishimiz kerak. Press qiladigan. Traktor, lesu, pritsepy. Bu nima ekan bu? Yo'q emas. Bu nima ekan? Bu nima bu anonga ekan. To'xta. Kasilka. Жатка. Mana shu kerak edi. Самонагружающий прицеп. Bu ana unga bo'lish kerak adashmasam men bu. Bizda 24 ming bor. Kasilka. Kasilka nima edi? Men tushunmadim. Esimdan chiqib ketganda ancha bo'lgan o'ynamaganimga. Press qilib turib buni molga bersak, mol bizga sut beradi. O'shanga kerak-da o'zi. Bu narsa ekadigan. Kultivator bu tirmalaydigan. Press подборщик. Mana. Bu press qiladiganiga. Mana shuni olamiz. 85 ming so'm kerak. Yo'q. Anchagina. 99% bo'ldi. To'ldi. Hop. Endi biz buni mana bunday qilib turamiz-da. Buni tashlaymiz shu yerga. Yo'q, bundoq tashlaydi, aytmoqchi. Ketdik. Yo'lda yuramiz. O'zinglardan so'rasak ekanlar, nima gap bu? Nimalar ketyapti, nimalar ketmayapti. Qarach, hamma muammo problemalar unutadilar. Men video olyapman. Bemalol unutaverasizlar. Shunday o'tirsalar unutasizlar shuni. Hozir buni tilimiz hep chiqib ketdi. To'xta. Sekin. To'kadi. Hop. Biz borib buni ana ho'kib deydi. To'kdi, ketdik endi. Borib buni to'kib, yana qo'ylarimiz bor, ko'ryapsizlar. Bunga o't berishimiz kerak. Narada ko'rdinglarmi? Keyin press подборщик kerak. Uni o'qigancha hali ko'p ishimiz bor ekan, pul yig'ish kerak ekan. Bizga farqi yo'q, ko'rasizlar, streshining ketaveradi. O'shga to'ktyapti. Bunda 100% bo'ldi, bizda 51% bo'ldi. Bu katta telishga qarasa. To'ktan. Aylansin. Hop, tushundim. Sizni tushundim, brat. Otaxon. Qaytan orqaga. Primiy qaytsak bo'lmasmi? Shunga. Primiy qaytaveramiz. Primiy qaytavering deyapsizlar. Qaytaman primiy. Sizlarga gapinglarda jon bor. Hayla tuzsiz. Hayla voh qil tuzsiz. To'kamiz ana unga hozir. Yana bir marta to'kib ko'ramiz pulishimizda. Ana. To'xta. Opa. 7% ekan. Bu bo'laveradi. Yo'q, buni ana unga. O'zimiz ana unga. Omborxonamizga to'kamiz. Bu tarafda.
hech подборщиga bilan bermaysanmi? To'g'rimi akalar? O'shan bilan berganda o'zimiz bilardik-ku. Shutga to'kib qo'ya qolamiz. 7% uncha plan bermaydi-da. Bo'ldi. Hozir biz tirmalayotgan joyimizni tirmalab qo'yamiz. Kombaynimizga kerak emas. Buni tashimiz tezroq yuradi. Sekimda turish burilamiz, stroyishni turamiz. To'xta, orqaroq. Avto qo'yib qo'yamiz uni, ketdi. Mana. Bu ishini qilib bo'ldi, to'g'rimi? Siz endi dam olib turing, brat. Bizga yana traktor kerak ekan-da. Bu hali eslicha birinchi qism, hali buni ikkinchisi ham chiqadi. Wow. Yaxshi ekan. Hozir ana o'qib bo'lsa, tirmalab bo'lsa, biz bunga narsa ekanmiz o'tga. Makka mana nimadir ekanmiz. Shuning uchun Makkaga mana bunaqa sotib olishimiz kerak, jatka. Ha. Eng kichkinasidan. Mana o'zidan o'lcham bor ekan, jatki. To'xta, uniki qanaqa ekan? Narginiki. Sariq ekan. Mana bu o'ziga. Shuning uchun biz mana bu tirs mana shuni sotib olamiz. Rahmat. Makka ekanmiz, o'shanga kerak bo'ladi-da. Kerak bo'ladi aka, bo'ladi. Kerak bo'ladi. Magazin qayerda? Magazin yerdagida ekan-da. Yerda qo'lida ekan. Magazin hal ko'rmadim lekin to'g'risi. Qani magazin? Savatda rasm bo'lish kerak edi. Yo'q. Mana ekan, benzinxonaning yonida ekan magazin. Ha, bo'ldi. Tushunarli okalar. Xalq bo'ldimi? Tezsiz bo'lay. Bo'lay tez. Xalq kutyapti. Bu fishka akalar, ko'rasizlar mana bu. Rulni bosuvchilar o'zi qilib yotaveradi. Fishka bo'ldi. Sразу traktorda ana ekadigan bor, o'sha ekadigan boramiz-da. Tashtash ekanmiz-da. Yoqqa ekkandan keyin nariyoqdan o'qilamiz. Tirmalaymiz. Tirmalab bo'lgandan keyin. Yaxshi narsa ekan bu. Wow. Tazagina yer bo'lyapti. Marko tozalovchi. Marko turmalovchi. Wow. Har xil taxalluslar bor, ko'rasizlar. Shuni bo'ldingmi? Yaxshi atlet. Tashmi to'kamiz-da. Yo'q, nariga to'kamiz ekan. Yur. Tursa to'k. Buni olamiz. Narsa ekadigan Makka ekanmiz, Makka. Yo'qda mana narxlarni ko'rsak bo'ladi. Qaysi biri eng qimmati? O'shani eksak bo'ladi, eng qimmati. Eng qimmati bu yerda hozir shu Makka bo'lib ekan. Makka ekan, ha. Tars ekanmiz ketdik. Mana bu bossalar Makka borman.
O'shandan Makka ekamiz. Mana kartani chiqarib qo'yamiz. 100% Makka bor ekan. Tursa avto qilib qo'yamiz buni ham. O'zingiz hech narsa qilmayapsiz deyapsizlar. Men o'zim hech qilib tashlayman akalar, qilsam. Ketding o'zing qilaver. Ekyapti akalar. 99 ana 98% shu yerda bo'lyapti. Ancha ko'p o'tdi. Hali ancha ekadi-yu deyapsizlar, to'g'ri akalar. To'g'ri aytdilar. Eslicha kimda zo'r kompyuter bo'lsa, shu o'ynasalar bo'ladi buni. Kompyuterning versiyasida grafikalari zo'r bo'ladi. Mashinadan tushib, o'zlari yurib, GTA'ga o'xshab o'ynasalar ham bo'ladi. Men endi telefonda o'ynayapman. Endi sekin-sekin kompyuterda yig'diramiz. Ko'tarilib ketsak. Bunimda qo'yamiz. Tanasi xayolimga keldi hozir. Ungacha biz nariyoqdan olib kelamizmi? Olib kelmang, nima qilasiz sizlar? To'g'ri akalar. To'g'ri aytasizlar. Уже почти yarmiga kelibdi, endi 93% bo'ldi. Gap yo'q, lekin bor, vashshe gap yo'q. Dahshat ketyapti. Saqlanishni qilib ko'ryapsizlar. Keyin buni ulanib o'ynasa ham bo'ladi akalar. Stream qilayotganda endi stream qilganda ulanib o'ynaymiz akalar. Sizlar bu yerda kombayner narsa tashib turasizlar, men traktorda ish qilib turaman. Ungacha traktorlarimiz ham ko'payib qoladi. Jatga oldik hozir. Bitta kombayn eng arzoni 95 ming. Transportda nima qilamiz? Traktor 5 ming nima bu? Bu daraxt kesadigan ekan. Bu pritsep. Press подборщик kerak bu. Press подборщики. 85 ming so'm. 62 ming so'm. Bu yig'adigani. Bu kishi bizga kerak bo'ladigan hozir bitta 85 ga 62 ni qo'shsak, 100 ming, 200 ming kerak ekan, nega dech? 200 ming atrofida kerak bo'lar ekan. Ko'rdinglar mana akalar, statistikamiz. Ko'rdinglar. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Chunki hozir birinchi anosidan o'tdik-da buni. Nima deydi? Birinchi anaqasidan o'tdik. Bosqichidan o'tdik. Shuning uchun shu yerda to'xtashga qaror qildik. Video yoqqan bo'lsa, o'z laykingizni qoldiring akalar. Nimaga yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, niyatlarga yetinglar akalar. Hech qachon to'xtab qolmanglar akalar. Sizlarga bu motivatsiya. O'zimga motivatsiya kerak. Like bossanglar motivatsiya bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar akalar.